Demak, bugun Fitsitsi chimgandamiz. Arturdan birga trenirovka qilamiz qanotga. Artur konkurent dabavka bo'yicha life sport ishlaydi. Hamma qilibdi. O'shanga ancha bir trenirovka qilmoqchi edik. Xudo xolos meni necha oy deganda birga qiladigan bo'ldi. Xudo xolos bugun yaxshiroq mavzularni ko'tarib gaplashamiz. Xudo boringlar. Endi ikkinchi haftada o'shanga ham qo'llarim siqqana qilib ketib o'tib ketadi. Qiynalib ketdim, shu oyoq kiyim sig'mayapti oyog'im. Nechta podxodda? Yaxshi ketdi lekin. 4 ta. Siz necha hozir? 102. Turib qotib turibman defitsitda bo'lsa. 96 da? Yo'q, tushmayapti. 2 grammga tushirdim glют. Baribir tushmayapti vес. Hozir vес tashlayapsizmi? Ha, format o'g'irlab oling. Operatsiyadan semirib ketdimi? Ustiga nabor qilsam battar semirib ketaman hozir. Va musobaqa bu yil keyingi yil musobaqa bo'lish. Shunda bilan gaplashdi, bu yil faqat formani qilamiz. O'shanga shoshmasdan sekin 0 ga tushib ortiqchani suvlarni, jirlarni chiqarib tashlab, keyin nabor qilish kerak. Kachество uchun. Mani genetika yomon-da, semirib ketib qoladi. Mo'yinlik bormi? Mo'yinlik bormi? Menda ham shunaqa. O'shancha hozir vaqtga qolsa yo'qol ursin nomman. Bitta qadam orqaga, ikkita qadam orqaga, oldiga tashlaymiz degan. Shunaqa. Defitsitda bo'lsa, menga siloy normalniy turibdi-da. 8 hafta bo'ldi tushgan boshlaganimga. Siloyga tushmagan. 6-haftadan keyin sal ozgina qimirladi. Tez charchab qoldim. Masalan, sekin bor, defitsit payti. Uglevod qancha yeyapsiz hozir? 2 plus minus. Trenirovka kuni hammi? Trenirovka kuni ko'proq yemayapsizmi? Ne? Yo'q, mana shuni bitta plan. Trenirovka ko'p yemayman. 200 gram, bo'ldi, splashni 200 gram, 60 gram yo'q. Trenirovka kuni ham, oddiy kuni ham xullas 200 gram. Bu shu ham kam-da menga. Kam-ku. Men bu yo'g'ga kamaytirdim, 200 ga tushirdik. 250 200 ga tushirdim. В принципе, ham og'ir kunli oyoq kuni, masalan, spina kuni siloy normalniy turibdi. Men sinadim. 2 hafta bilan 200 gram yurdim, siloy yaxshi turibdi. No, sustavlar mazasi qochadi. Tuzni kamaytirdim 5 gramga kunlik. Menda badan suvni yomon shiydi. Yomon shiydi suvni. Konkretni ushlab qoladi. Galmroz qo'shilganiga battar bo'ladi. Ertalab tuzlab bizim shishib ketgan bo'ladi, arachaqqanga o'xshab. Kilo bo'lish ham qiyin, a? Ne? Xastalanib qolmayapsiz, zinadan chiqayotganda? Yo'q, Nabor payt 98 ga chiqqanda xastalanib qoldim, deyman. Yomon tez charchab qoldim. Endi men bo'yim fazolat qiladi-da, yoki? Lekin variant-ku. Yo'q, qo'liga qarab qolma. Qo'liga aka bilan. Uyimdan 10 kilometr ko'rsa bor. Mashina bor. Lokatsiya muhim, ish bo'lsa bo'ldi. Lokatsiya qaraydigan bo'lsa vaqt ketib qoladi. Qo'ylovda fitsitsi ochilyapti. Ochilgan o'zi. Yo'q, endi ochilyapti. Remont 2000 kvadratli joy. Qo'ylovdami? Ochilgan, okey. Remont kecha reklamasini qo'yishdi, hali zdание pustoy-ku. Qo'ylovda ikkita fitsitsi ochilyaptimi bo'lsa? Ne? Vestibyal. Fayzabod gayi bor, o'sha orientir o'sha deyishdi. Chunki hozir bitta fitsitsi bor-da o'zi. Hozir sayramni kutguncha, sayram vaqt yo'q. Sayram hali noma'lum qachon ochiladi. Yo'q, sayram mamti, anaqa deb. Men ko'ramiz endi. Doniyor aka bilan deysizmi? O'tgan yil starshий bordi-da. Hasanovmi? Ani shogirdlar bilan shug'ullanadi-yu, bizdan zalda ishlaydi. O'shanga aytdim, aka, ishga gaplashib berarsiz dedim. Meni qo'lim 50 sm bo'lmasa ham, forma bor dedim.
O'shani ko'ramiz endi bir gap bo'lar. Yo'q, Gofitda odamim yaxshi, yomon emas. Bu qo'shimcha ish kerak deb, ha. O'shani shanba 6 faqat 2-3 ta odamim bor, bu qolgan kun bo'yi bekorchi. O'sha soat 10 dan hatto 4 gacha ishlasam, bosh zalda menga bo'ladi-da. Men uyda bekor yotdim. Ko'chishim kerak, uyga pul ketyapti hozir. Qo'shimcha ish qilmasa bo'lmaydi. Da. O'zimning komfort qidiradigan bo'lsam, ishsiz qolib ketaman-da. O'sha lokatsiya muhim emas tomon, qayoq bo'ladi. Ish bo'lsa bo'ldi. O'zi o'sha o'tgan yil Samarqandga anaqa chiqarishingiz kerak. Forma tayyor, bitta sliv qilsangiz bo'ldi. Shu formaga birinchi o'rin olganingizda men qo'yib qo'yardim. Shogirdning sharti sizga. Musobaqaga niyati yo'q hozircha. O'zimiz uchun qilib turaylik. Bir gap bo'lar. Shu kuch qolmadi. To'rtta bo'ldi. Musobaqaga normalniy risk ketadi-da, brat. Risk emas, pul yaxshi ketadi. Mana Samarqandga musobaqaga chiqib keldim-ku. Shurtaga men ishlash boshlagandan keyin lisheni yozib berdilar-da. 2 millionga dori olib chiqmabdi kerak, 2 millionga. Analizdan alohida. 15 kun, 10 kun kapinsa olganman. 2 millionga dori olib chiqqanman, ishoning. Da, bilaman, ketadi. O'z musobaqa 0 ga tushib bo'lgandim o'zi, konkret. 0 ga tushib ketdi уже. Endi majburlar 2 million topib olib, lisheni qilmasa bo'lmaydi. Lisheni qilib yana boshqa. O'sha bu yil oktabrda NPC bor ekan Qozog'istonda. O'shaqa chiqamiz dedi, aka, tayyor emasman. Puli bor, tayyorlanib, shoshib qilsam forma o'xshamaydi. Pul bekor ketgani qoladi. O'sha shoshmay keyingi yilga harakat qilamiz, aka. Hozir pul 3 kun bo'lib turibdi, men. Qayerisi zo'r forma qilib chiqish kerak. Yo'q, NPC ga chiqqandan keyin o'tdi, seriozniy konkurensiya-da. Prostakka chiqqandan ko'ra Janaqadan erkindan so'radim, nima? Qana chiqdi-yu, o'tgan yil. Zo'r dedi-da. Nega konkurensiya katta-da o'tdi. Sangi shoshmay forma qilamiz-da. Nima qilamiz? Bitta qoldi, bitta qoldi. Bo'ldi. Zadniy deltani qo'shmadi u. Ha? Zadniyni qo'shmadi. Men o'zi qanotdan keyin qilardim-da. Oxirida. Chunki 2 uprasheniya qilaman-da orqaga. Bo'ldi, shunaqa qolamiz. Bag'lamiz. Bu programmangiz bormi? Bor, yaxshi ko'ringanda qilasiz. Yo'q, Men uchun ko'proq o'xshab. Hamma qilaman-da. Ya'ni tunajir o'shanga o'shani qila qolaman deydi. Ko'zga yaxshi ko'ryapti deb. Yaxshi ekan, pasiyat. Birinchi marta olsin. Videoda ko'rganman, qolgan videolar. Siz bilan qachon video olamiz? Men bilaman. Siz biznesmenlardan video olish kerak. Biznesmenlar bilan. Bosh qolganlardan ham men oling. Qolganlardan. Bu bilan siru bo'lsa. Qo'yishdi. Maqlamiz. Yota olibmi? Yengil narsalar ko'rar ekanmiz. Mashinaga. Ancha ko'rsatib texnikasini endi. Biz endi bunaqa narsalarni birinchi marta ko'ramiz. Xo'p. 20 taqilu. Va yo'dagi hamma tosh. Bu tipi anaqada 45 gradusda yotib gantel tortadi-ku. Bitta qo'llarmi, ikkita qo'l misrasiz? Ikki qo'llab qilamiz. Bir qo'l qilib bo'lmaydi menimcha. Og'irlik qiladimi? Yo'q, bu ulanganda. Qancha mantiqdan bundoq qilsa bo'ladi. Ana. O'zga keldik. Bundoq qiladi. Qo'llab qoldim, o'tdi mehmon, menmi, sizmi deb. Men o'zim ikkinchi marta ishlayapman aka bunga. Ana kastelni ko'rdingizmi? Siqatyak deb olib.
zal yomon bardak bo'lib ketadi, qisqa muddatda bor. Yaxshi lekin. Xo'p, prova qilib ko'ramiz. Menga baland emasmi? Добрый день. Как вы? Как вы совершилось? Balandlik qildimi? Ravnavech ushlash qiyin ekan bunda. Ravnavech ushlash qiyin ekan. Tortib ketar ekan bu yoqqa. Yaxshilik. Normalmi? Bir bitta qo'lni udobno emas. Bu yoqqa tortib ketib qoldi. Ikki qo'llab qilamiz ham sirasi. Mana ikki qo'lni qilib ko'raman keyin ishda. Ha. Biz olasi bu yoqqa tortyapti-da. Ha. Trenajyorlar zo'r-a? Rang yoqdi lekin. Ya bunaqa trenajyordan rang ishlamagan. Unda naringda anulada 3 yil Matrix turgan, 3 yil. Matrixdan boshqa ko'zimga ko'rmagan trenajyor. Shu malikalik feature ochilgandan keyin o'tib chiqqandan o'tib shug'ullangandan keyin tushundim. Boshqa o'rgangan. Zo'rlik. Qanaqadir bilasizmi? Aytgan точкаga beradi-da. Bergan o'sha joyga qotganini ham bilish, tushunish kerak-da. Shu biomexanikasi to'g'ri-da. Shug'ullanmagan odam keladi, kimlardan ko'radi, ana shu tortsam bo'ldi ekan. Lekin men qotganini bilmayman. Sizlar bizni bilamiz, qaysi точкаga kerakligini. Shuning uchun biz yaxshi chust qilamiz. Undan uchun odam bilmaydi. Shunaqa. Farq shunda-da faqat. Ikki qo'llar zo'r ekan. Ha? Ikki qo'llar zo'r ekan. Ko'tardingizmi buni? Yo'q, yo'q. Uychalab. Yotib oling birinchi. Bu. Mana shu suyani ichib qo'rqib qolganman. Original kelmasiga bo'lgandan keyin. Mana shunaqa yotardimi, og'rirdi-da. Hozir haligi shu og'riqlar miyaga o'rnashib qolgan. Mana shunaqa yotayotganda sal cho'chibroq suyanaman-da. Og'riq-yu. Qolib ketgan-da. Qistiraqlab qo'ygan. Ushab ko'raman, ha odatda o'qigan, ushab ko'raman. Yana yo'qmi ekan deb.
ishoning, shunaqa azoblandim lekin bor. Вообще bo'lmasiga. Hech kimga ravo ko'rmasin unaqa narsani bor. Mana shu trenovatka qilmadingiz? 40 kun. 1,5 oy. 40 kun umuman diyeta yo'q, trenirovka yo'q. Most bo'ldi. Mostdan unaqa kayf bermaydi. Shug'ullanmagan odamga. Analiz topshirolmay, trenirovkani boshlashdan oldin testi tushib ketgan. Eng qizi estetroprolaktika yaxshi turibdi-da. Testosteron sabotni tushib ketgan. Normadan ham tushib ketgan. Shortga ko'ryaptilar deb aqlli zot. Bilmadim, okey dedim. Keyin trenirovka boshlandi, kurs boshlandi. 3 haftadan keyin topshirolmay ko'tarildi. Vafsh. Yerigan marojniga o'xshab qoldim shu 40 kun ichida. Shunaqa semirganman. Ya formada hech narsa qolmagan. Endi bu ham opitda, okey. Ha? Opitda bu ham bir. Opit endi. Oldin olsa bo'lardi uni. O'sha aytgan sababni to'g'rilaganda oldin olsa bo'lardi. O'sha bo'lmagani uchun men ketgan pulimga achibmanmi? Azoblanganim yo'qmayapti-da. Bitta o'sha kimdir xatosini deb men azoblandim-da. Eng yomoni buni qilib qo'yadi. Mana kimdirga ishonib qoladi, kimdir bilimiga ishonib qolib, ularni aytganini qilishadi-da. Ko'p bunaqalar. Juda ko'p. Yeb qo'yganlar ko'p-da. Ko'pchilik narsaga yengil qaraydi. Hozirgi yengil qarayapti. Bir video qo'ydim. Malakali Fit deb bolalar bilan olganda. Hali maqsading bo'lmasa, farma qilmaydigan. 70% odam negativ yozyapti. Sen o'zing qolding, boshqalarga emasmi deyapti. Erimning hamma ijobiy yozishdi. Meni maqsadim musobaqaga chiqish. Men prosta uchun o'zim uchun qilmayman uni dedim. Riskini bo'ynimga tan olib turib, qolman dedim. Riskini bilib turibdi. Men odamlar kimdir yoqish uchun qilyapti, u xato dedim. Shu ma'noda qo'ysam ko'pchilik negativ yozyapti. Tushunmaydiganlar hali ko'p ekan. Gapirsa aqllilik qolsa amaliyat. Yaxshi tushunmaydi odamlar. O'nin qo'shamiz. Menga shu biz normaltagina qo'shib ko'ramiz. Men bu odam Nexus'ni nima deydi? Asoschisi. Sifatli zalga kiyimlar kerak bo'ladigan, shularga murojaat qilasizlar. Men oldin ozgina skidka qilib beradilar. Ya 50% bo'lmasa. Okey, kartani tashlab yuboraman, reklama qildik. Bodybuilderlarni kiyimini birinchidan emas, o'z asoschisi bular bo'ladi. O'sha aytmoqman-da. Buni orqali olib kelganman lekin. Sizdan keyin boshlandi-yu, konkurentni ko'payib ketdi. Bamstedni bular menga tanishtirdilar. Futbolkasini birinchi bularga zakaz qilganmiz, keyin o'zi tarqalib ketdi. Yes. Mana shortilar birinchilardan-da. Yo'q, gaz olib kelib apshak bo'lib ketdi, noto'g'ri. Yo'q, ko'pchilik. Kolleksiyasi bor hozir. Fotografia. Apshak bo'lib O'shaning uchun sal boshqacharoq narsa kiygan yaxshiroq deb ajratib turadigan. Qo'llar ham yurishdi. O'sha aytmoqman-da, gaz yo'q. Misol sizlar sifatini olib kelasiz, sifatsizni olib sotayotganlar ko'p-da. O'shanga. Artur pul berasiz, tom reklama qilib ketamiz orada dedi. Bismillah. Qarash kerak bo'ladigan bo'lsa ayting. Keyin. Zo'r. Olib qo'yaymi? Tepaga olib yuboring. Zo'r. Давай, идеально. O'zingiz. Futbolkadan ham bilinib turibdi lekin mishsalar. Go'shtlar deyman. Futbolkadan ham bilinib turibdi. Defitsitdan unaqa qiynamayman. Ertaga azoblanaman men. Kecha trenirovka qilganman zalda. Ikkita kut yuribdi. Voy, onangni shunaqa narsani bizilyapti. Golfitdanmi? Zalda etmay. Zalda etmay.
Shunaqa asalni ikkita kod yuribdi zavi. Misol siz bilan gaplashib turibmiz, unaqa gaplashilmayapti-da. Birini birga ketayapti. Bola qo'lini qo'yib turibdi-da, bundoq. O'rtoqning ustidan qo'lini qo'yib turibdi. Voy jalan. Qanaqa tushunish kerak? Domanda. Qirqladi. Zaldagi ko'tiga tepa surlaring bo'tdan derdim. Pulini bajarasiga oldi. Klientlar hammasi gapiryapti-da. Okanuli kim deyapti-da. Hayda olinglar. Kina hal qilmayman uni. Yurish ham ko'tliga o'xshab yuribdi-da. O'zbek. Toshni otib olgim keldi, shuna gantel turib otib olgim keldi-yu. Bitta dizaynerga gantelni otardim lekin. Dedim. Face-stop qo'yib qo'shganlar ko'tliga dedim. Yomon samizildi kechasi. Ularga aka o'zi vola bo'lib qoldi-da, chansmi? Mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, oldingi pakinolar mana hammamiz yosh bo'lganmiz. Remboni ko'rganmiz, Schwarzeneggerni ko'rganmiz, Jackie Chan, Jetling ko'rganmiz-da, Bruce Lee. O'shalarga forma qilish orzu qilganmiz-da. To'g'ri. Tushunasizmi? Hozir zamonlar bor. Ko'tli ko'payyapti. Ayollar anaqa qilyapti. Teng huquqli bo'lsin deyapti. Chunki даже kinolarda ham shunaqa bo'lyapti. Hozir aytmoqchi edim aka. O'sha kinolarda ham bekitishmayapti o'sha narsani. O'shanga aytdim. Mana Odisseyda nima bo'ldi? Bilasizmi? Ana o'sha ham o'zi aktrisa bo'lgan. Ha, bilaman. O'sha ham aktrisa bo'lgan. Men quyga tiqib qoldim aka. O'sha o'g'il polni o'zgartirib o'g'il bola bo'lgan. Короче, Odisseyga tushganman. Odisseyga tushganman deb o'sha aktyorni ko'ryapman, Jalal domman cho'ta ko'zimga pizes tanishdi. Bilan domman qaysi kinoda ko'rganman bu aktyorni dommanda. Aktrisa. Chef, filmni ana Wikipediyasini Google'dan qarasam, u oldin Jalal qiz bola bo'lgan. Qiz bola Men o'sha aktrisaligini kinosini ko'rganman. Shunaqa. Quyga tiqib qolman bor. O'shanga aytdim, hozir pokoleniya bolalarni ko'chada yurasiz, tentirlarda, citylarda, qayerdadir yurasiz-ku. Sochlarini qizarlicha o'stirib olgan nefrdi konkretni-da. Ular onangni ko'tik testosteron tiqsangiz ham bor, foydasi yo'q-da. U kasallik menimcha bor. Mana shu ko'proq bo'lishi bor, mana shu ko'p bolalarni bor, mana shunaqalar. Ko'pchilik gormondan o'ylaydi. U gormondan emas, psixologik-da-ku. 100%. Tushunasizmi? Psixologik kasallik-da bu. Ko'pchilik gormondan deydi. Ko'p trenerlar ko'rdim. Mana shunaqa testosteron tushib ketib qolsa, ko't bo'lib qolasan, boshqa bo'lib qolasan deyapti. Test gormonga aloqasi yo'q-da. Bitta videoda ko'rib, bittasi tushuntirib beryapti-da, xuddi shu narsani. Aytayapti, shunaqa kodni bilaman deyapti. Testosteron pikda deyapti-da. Lekin shu yo'lni tanlagan deyapti. O'sha psixologik kasallik o'sha bu deyapti-da, tushundingizmi? Uyda muhitda, tarbiyada, anaqadan o'sha o'zini mana shunaqa qidirar ekan deyapti-da. Jinni o'qib qolmanda. Hozirgi pokoleniya bolalarni ko'rasiz, ko'chada yurgan maktab bolalari. Qiltiruvda oversize kiyib olishgan. Nefrda. Asamizni o'zlaridan ko'rsa. Uni qo'shib yuboraylik. Yanami? Bismillah. Давай. Ketadi. Mana endi qolmaymiz, endi ko'proq dam oldik, ko'ringlikchi. To'xtang, yordam beraman. 1 3 Давай. Easy. Bereyim. Bo'ldi. Yeter. 4ta bo'ldi o'zi. E'tibor defitsitda bo'lsa ham kuch bor-da. Jayni sizga birga bir emas endi. Legendasi. Nima bor-da? Ya zo'r aka. Birinchi boshlagan paytimda 30 kilo gantelni kurtga ko'tarsa xursand bo'lardim-da. Yomon xursand bo'lardim. MSCdan insotmi? Ya o'z birinchi dinamali zaldan boshlaganman-da. Hali magazin tepasida bor. 30 kilo gantelga o'zim xursand bo'lardim. Hozir endi nima? 50 ga o'sha razminka bo'lib qoldi. Ha. Nima qilamiz?
Bu yerda tepadan tortadigan bormi ekan? Blochniklar tepada emas. Bu yerda mana buni hozir qo'raylik. Mana shuni tortdan bloshing nima qilasiz? Undan keyin pulni qo'rsa normal. Yetadi. Yo'q, kam oldi. Nechta qilasiz qanotga? 5 ta. Bloger bilan birga 5 ta-da. Uy, bile. Plus minus. Manda nechta uprasheniya qanotga? 3 ta. Voy. Bo'lingan haftada 2 marta-da. 2 marta ishlaysiz-da. O'sha uchun 2 marta, guruchdan 2 marta. Yelka umuman yo'q. Yelkani qo'shib olganman, qanot kuni orqa delta trapesiya bilan. Ko'krak kuni mahli bo'ldi. Oldi deltaga hech narsa yo'q. Har jim qilgani oldi delta ishlaydi. Bo'ldi. Nima sizlarda наоборот yelka четкий выраженный bo'lishi kerak emas. Orqa delta bilan именно средний delta muhim. Oldi emas. Qanot va obrazniy. Orqa delta. Talshina shart emasmi qanot? Qanot talshina bo'lishi shart emasmi? Talshina shart, chunki qanot 2 marta bor, demanda. Ishtir bo'lingan, tegi bilan tepa bo'ldi. 3 ta tepaga, 3 ta tegiga. Gurutkina ham shunaqa. Bir kun faqat tepani o'ziga, qolgan payt чистый pam, razvod keladi, bo'ldi. Programmam yetib qo'ydimi? Pulga sotib olganman-ku. Bektosh uylantirdinglarmi oxiri? Bektosh uylandi. Lekin gap yo'q, lekin to'yga zo'r kiyinibdi lekin, bori. Bektoshmi? Yaxshi idea qildi. Anaqa kostyum qilgandan ko'ra svobodniy kiyinib zo'r qildi lekin. Men yoqdi kiyingan. Okay, birinchi o'rinda men o'ylayman, masalan, sizni to'yingiz bo'lyapti-da, misol uchun. Siz menga yoqadigan kiyim kiyishingiz shart emas. Yoki bularga yoqadigan yoki ana bolaga yoqadigan kiyim kiyishingiz shart emas. Odam o'zini to'yini, men o'ylayman, o'ziga, da, конечно, shorti futbolkada chiqmaydi samo собой. No, o'ziga yoqadigan rang, o'ziga yoqadigan fason tanlash kerak-da. Men uylanganing 5 yil bo'ldi. Endi bu yildan-yilga rivojlanyapti bu narsalar. O'ziga masalan yoqdi, endi billa bor deydi, kiyim qilgani. Men uylangan paytim cringe bo'lganman-da, bori soch ko'rsa, soqol umuman bo'lmagan. Shunaqa diski bo'lganman, bori. Что-то не то. Aytaman, bunaqa narsalar endi ko'ramiz. Qanaqa ekan bu? Yengil, ha? Hozir bitta patxodan prosta Parajanka ketib qoldim-man. Yengil hozir. Уже qizi bo'lgansiz, yana hozir xalas to'ybesidan boshlayapti. Bering. Endi bo'lining. Yaxshi, trayektoriya. So'ch menimcha yengil-da bu. Atak ustiga sraz 20 qo'shib olsam bo'ladi lekin.
O'zi nechta paxta o'tdinglar? Упражнениyalar? 4 ta. Mashina xatoda. 3 ta eng zo'r shu ekan. Mana shu programmada men уже ancha eshitolman-ku. Ko'krakdan 3 ta подход. Mana birinchi упражнение по-любому разминка qilasiz. Рабочий вес boshlaysiz, bu 3 ta рабочий вес bo'ldi. Tugat. 10 ta 12 ta 10 ta 12 ta bo'ldi. Kam ko'p emasda. Maksimal вес bilan. Qanotdan shunaqa. Hamma упражнение 3 ta подходda. Рабочий bo'ldi. Mana birinchi упражнение разминка qilib, keyingi упражнение o'tasiz, bu разминка emas, вес bilan boshlanish kerak-da. Mashina o'tgandan keyin programma zo'r o'zgaryapti. Bu vaqtda zo'r bo'lyapti, pam zo'r bo'lyapti. O'zi mana xuddi siz bilan ishlagandek programmada ishlayapti, deymi? Qanotga 5 ta 6 ta упражнение 4 ta 10 подходdan qiladi. Uncha pam bermasdi, ertasi kuni yomon qiynalardi. To'g'ri, cheksa pasaydi, упражнениеda bu Kachso. Mashina zo'r bo'lyapti-da. Mashina men cho'tga tushdi-da menda. Har safar sizdan ertasi kuni misdan og'rig'i bor-da. Bunaqa bo'lmasdi oldin. Yoki IFBB Pro'ni programmasimi? Zo'r ekan shu. Ты слишком большой человек, брат. Bo'pti, ertaga mashqga oyoq ishlaymiz buni. Ha. Shunaqa makinlar bor-da. Sen oyog'ini объемga qaramadi. U kuchga qaradi. Oyoq ingichilgani kuchi degani emas-ku. Ha. Ko'pchi slabga qaraydi. Tashqi ko'rinishga qarab baho beradi. Da. İşte. Wow. Zor. Tugadimi? Ha bu. Gantini anaqa qildi. Qanotdan keyin borishda nariga yerda KFCga chiqish kerak, cheat meal qilish kerak. Cheat meal yomon qisqasi. Kayf bu. Kayf. Ha, вообще sıkıyorum bora. Kayf bu cheat meal. Arkadaşlar bu mesle bu. Ha?
Siz qo'ygan vesti qildim. Olti, davay. 7, ketadi. 8, 9, 10. Zo'r. Yakini gapi bor-ku. Это именно оно, лютый кач deb qo'yadi. Bizda $200lik, 200 emas, $300lik trenerlar nechta? Bo'lsa ham unaqa o'rgatdik. Ular o'sha summaga stoyitmikan? Degan savolda. Tamam, bo'lsa uni o'rgatmaydi. Programmani tashlaydi, Google'dan mashqasini olib tashlashadi. Ya просто любой yangi trenerga o'tasiz, ishini ustasi bo'lsa, mana o'zimni trener Shuhrat aka. Ular bilan ishlash boshlagandan keyin nima qilganmiz? Rasko настройки сброс hamma narsa. O'shancha полный kapitan lecheniya bo'lib, hammasini 0 dan boshlaganmiz. Bu nimaga unaqa desa, trener sizni o'ziga to'g'rilikda настройки сброс qiladi, boshqatdan ko'tariladi. Oldingi qilgan treneringizdan bu hammasi unutiladi. Bu trenerning programmasiga moslashadi. Chunki oldingi qilgan trenerlar ishini davom ettirmaydi. Boshqa, umuman boshqa. Ana o'shandan keyin men his qildim-da уже. Ana o'shandan keyin his qildim. Texnik programmada, progressda men o'zim programmani tashlaganda 3% kam-ku derdim-da. Boshda bundan qaron ko'p-ku, avaq ko'rishchi dedim. 2 hafta qildim, zo'r pam berdi-da. Maksimum sanaqa drop set, super setlar yo'q. Post har podxodda откazga olib borasiz bo'ldi. Zo'r pam beryapti-da. Rasman uprashniyalar ko'p bo'lsa qancha yaxshi deb o'ylayman. Ana o'shandan keyin tushundim-da o'zi. Qanaqa podxodda qilish kerakligini. Bitta shu orada progress yaxshi bo'layotganda operatsiya sababli to'xtatib qo'ydim. Endi уже progress boshlanayotganda tap to'xtatdim, operatsiya qildim. Ay hozir shu operatsiya bo'lmaganda forma ancha zo'r bo'lgan bo'lardi. Yaxshilik ancha muzdagin ekan zal. Havo bor-da. Bizdan zaldan havo yaxshi, 4-etajda-yu. Hozir zo'r ventilyatsionni konditsionerlar anaqadan qo'ygan, patologiya. Zo'r muzlatadi. Va Castle haqida aytdingiz, adashmasam. Borib ko'rdingizmi? Yaxshi turistlarni ko'ryapman. Klientlarimiz o'tib ketdi. Biroq shularni qaytib keldi. Sizlarga yaqinmi? 500 metr. Yo'q-ey. Shundan chiqib turib bitta burilib, narigi svetoforda o'sha. Klientlar qaytib keldi. Оборудование zalni o'zi zo'r. Zo'r оборудование. Matrix ekan-a? Cho'tki narsa qo'ygan. Sharoitlari zo'r. Bu hamma narsa-da. Arzon pul to'lab turib, qimmat narsa ishlatmoqchi bo'lganlar uchun zo'r zalda o'ti. Tushunasizmi? So'g'ana odam, ya'ni komfort qolaydigan odam ko'p joyga bormaydi. Olamaydi. Kamchilik joyi, bemalol shug'ullanib chiqib ketsa bo'ldi. Unaqa odam soni ko'p, trenerlarga foyda. Trener zalga foyda. Bir xil nozirroq klient bo'lsa, uni joy qolamaydi. Bo'li skromniroq, odam kamroq, qimmatroq shu yoqqa boradi. Shunaqa. Bu trenerga zalga foyda bo'ldi. Optish taqlat klient optish arzonchiga. Kepe narx ekan-a, 250 mingmi? Trenerskiga narxlarni ko'rdim bolalarni. Arzonmi? Yo'q. В чем прикол, men tushunmayapman. Tipa просто Rossiya DDX bor, bilasizmi? DDX zal bor. Festival 170 ta zal bor. Rossiya, Moskva, Rossiya bo'yicha. Bulardan shunaqa segment, qimmat оборудование, zo'r sharoit, narx arzon. Tushunasizmi? Kassalar sistema почти shunaqa. Ko'p set ochish, nima qilish? Narx arzon qilish. Kishi katta zal ekan, 4000 kvadratmi? 5000 ketash. 5000mi? Hatta sizga o'xshagan, menga o'xshagan bolalar, shuni interesno odam ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi, ketdi.
texnika bilan qilishga o'rganganman. Meni motor texnika qilaman. Futbolkangizni yechganingizga cho'ta kuchingiz ko'paydi boru. Odam ko'p joyga chiqdim-da. Yordam bering. Bittasi kommentariy yozyapti. Bu ishganing bilan foydasi yo'q. Baribir bitta darda oqasan deydi. Ajara любой odam narsangni tez любой oqadi-yu. Даже sportsmen ham oqadi. Bu kachuk go'ning foydasi yo'q deydi. Baribir ushni bilmaysanlar deydi. Ishkallar yalan qiladi deydi. Ushni bilmaydigan odamlar ham bor, go'dalik bo'lganlar. Men ushni biladiganlar ham bor. Misol mana ulug' go'dal boksyor deb, baribir texnika anaqasi bor. Bu odam ushning odam kaltiydi. Ayni любой kachokka ham oke, oldin qanaqadir может bazasi bordir, qatdan biladi. To'g'risi. Ganu gap ham bor. Kachuklar hamma tupuy deydi. U hamma o'zini ishiga oid soha bo'yicha o'qiydi, rivojlanadi. Siz elektrik bo'lib turib, anaqa qilmaysiz, ko'chada narsa sotmaysiz, bozorda ishlaysiz, kachka sotmaysiz. Shunaqa narsa-da. O'z sohangizga oid narsalarni o'rganasiz. Даже shunaqa tupuy deyotgan shu trening bodybuilderlar ham bu doktorni tashlashib qo'yadi, bilim bo'yicha. Bularda praktika ko'p. Tushunasizmi? Lenin odamlar o'ylaydi. Yo, prosta ko'pchilik o'ylaydiki, ana kachok bo'lsa, bo'ldi mana shu tipi hayoli kuni bilan qilayotgan ish faqat mana shu kachka zal qanaqa qilib muskulni ishirsam ekan degan o'zini ishiga oid narsa qilyapti-yu. Boshqa narsa qilmaydi-yu. Mana ishim trenerlikda. Mana shu sohamni o'rganish, chuqurroq kirish. Chunki har xil odamlar keladi. Operatsiyadan chiqqan odamlar keladi, travmadan chiqqan odamlar keladi. Qanaqadir nimadir cheklangan anaqa doirasida kelgan klientlar bor-da. Shunaqa ishlash uchun o'rganasiz o'zi. Shunaqa. Men powerlifting o'rganmayman, trener bo'lib turibman. Nima keragi bor? Powerlifting o'rgan bo'ldi o'zi. Tugadi. Bo'ldi. Bitadi. Blower bosib qo'yamiz. Yo'q, yo'q, pistol. O'sha hech kim yo'q ekan. Zaradkash yaxshi. Men bu kozani ko'rsata olmayman. Bar kattasi. Bo'ldi, bajarib qilmayman. Ba bo'yiz borda gabarit olib qo'yadi, baribir. Lekin mashg'ulotlar normal chust qildim lekin bor o'zi. Kecha zalga bitta klient keldi menga. Oka 2 oyda ozishim kerak deyapti. 2 oyda? Yani qornim katta-da. Semizmi? Ha. Zaril deyapti-da. Oka necha pul bo'lsa beraman deyapti-da. Bash payt miyada majlis ketdi, nafs bilan vijdon to'g'ri talashyapti-da. Gapiryapman, xayolim boshqa joyda. O'ylayapman nima qilishni. Yo, oka price bo'yicha beravering dedim. Hozir so'zcha aytgan pulingizni berganman ham. Men 2 oyda neranda-da. Yo, price bo'yicha beravering. Yo, uni vaqt ko'rsatdim-da. Shunaqa klientni uchiraydi, oka necha pul bo'lsa beraman deydi. Rezultat bo'lsa bo'ldi deydi. Endi baribir chestni ishlasangiz, halol ishlasangiz, baraka bo'ladi-da. O'shanga yoki price bo'yicha beravering, yo'qni keyin vaqt ko'rsatar dedim. Mana qiyin paytlar bo'lib qoladi. Rezultat bo'lsa bo'ldi deganlargacha mana masalan to'g'ri trenerdan ko'p narsa bor-ku, yana qanaqa ma'noda siz qanaqasini trenirovkasini qo'yib berasiz.
Trenonkasini qilib berasiz. Pitaniyasini yozib berasiz, boshqa qilasiz. Lekin jalab u o'zi agar shu narsaga amal qilmasa, siz aytganingizni qilmasa yoki O'shada yozib bergan pitaniyangizni qilmasdan fast food, kola shirinlikni yeb ichib yursa, bu hech qanaqa 1 yilda ham rezultat bo'lmaydi. Yo'q, men aytdim, okey, hop men bilmayman, sizga bu yerda o'zim kuchim ketkazib tushuntiraman deb ko'chaga chiqib demaysiz, men bilmayman deb. O'shada Tushunasizmi? u narsaga garantiya beramiz. Vijdoningizga havola qilsangiz qiling, qilmasangiz rezultat bo'lmaydi. Men har doim klientlarimga aytaman, shogirdlarimga. Rezultat qanaqa bo'ladi? Meni aytganimni qilib turib rezultat ko'rmasang, kelib so'rab ol deyman. Lekin meni aytganimni qilmay turib rezultat mendan so'ramagin deyman-da. Men holatda ko'p bo'lgan menda. Okey, o'zgarmayapman deydi. Fakt bo'yicha so'rasangiz, hech qarsini qilmagan. Nima xohlasan mendan deydi. Hech narsa qilmagan ekansan o'zing. Voy bu. Damchi strashny edi. Tak işte patlot follower yeter. Devci kanat piş bo'ldi menda. Kadrlan ko'rsang qanaqa chiqadi. Haqiqatan ulug'vori realni simsulikda. O'xshaydi. Gapirish, ana mashg'ulot, nafas olish, kuchanish, yurish paxotga bir xilda, ya'ni soddalik ham bir xilda. Sulik ham sodda-yu, qanaqa emas. Mejasi katta bo'lgan bilan ham tako skromniroq yuradi. Lekin xirtda ulug'vori. O'xshaydi. Ulug' yuziga ana uzunroq sochga kek kiyib qo'ysa simsulik bo'ladi, точно-da. Sochini o'stirib o'shanaqa obraz qilsa bo'lar ekan. Sochini o'stirib olib o'shanaqa obraz qilsa bo'lar ekan. Lekin mana shu ulug'i ham genetikasi yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi. Takoy bilasizmi, qanaqadir Chisi ana klassik bilan bodybuilding yaxshi tortadi uniki. mishsalari katta-katta-da. Bitsipsi ham yelkasi bo'lib chiqadi-yu. Yelka kengligi unda kichkina, kompaktda. Klassik bilan endi bodybuilding zo'r tortadi. Bu qanaqadir go'shtli-da-yu. Ploski emas. Aytaman, любой kurs qiladigan bolalardan ancha yillik formasi zo'r uni. Vakuum o'zi mo'shli-yu. Press вообще yo'q olmaydi. Naborda ham sushkida вообще bo'rtib ketadi. Bekorga anaqa emas-da. Boksyor deb abi, fundament bor. Любой o'zim ham oldi. Bu sportga kirishdan oldin karate bilan 7 yil shug'ullangan. Presslarim, o'shani o'zi sirni delta bo'lganman-da. Chos bar qanaqadir bu sportga kirishdan oldingi sportga fundament bo'lsa, o'sish yaxshi bo'ladi. Agar umuman sportga shug'ullanib, bu sportga kirsangiz qiynalasiz boshida. Da. Kickbox, boks, любой ana tana bilan shug'ullangan sport yaxshi fundament qilib berar ekanda. Shunaqa okey. O'sha kecha storiesim ko'rgan bo'lsangiz, rasm qo'yuvdim. Oziqli payt. Press taxlanib turibdi. O'sha pressni 10 yildan beri ocha olmayapman. Press ochish orzuyim mana hozir.
mushigiga tushdi bol. Tushdi. Shu es normal. Naprigatsiya qilish ham shart emas ekan. Manda ham erta. Keyinga yana qanot. Ne? Haftada 2 marta. Mana Qachon ishlaysiz? oyoq hali 6 kunda keladi. Voy. Mana dushanbadan boshlasam, o'z paydir, dushanba kuni qanot, seshanba guruh bo'ladi. Chorshanbadan. Payshanba yana qanot, juma guruh. Shanbadan, yakshanba oyoq, dushanba oyoqdan bir kunli bir kun keyin ham dam. Bildingmi? Shunaqa-da. Oyoq har 6-7 kun to'g'ri keladi. Haftada bir xullas. Oyog'ini ko'p упражнение, основное движение, разгибание, сведение, jim, gol. Hozir bir приседание qilib turaman, приседание qilmayman. Defitsit paytida приседание hech ketmaydi. Jim qilaman, sumo qilaman, gol. Bular tugadi. Oyoq hech kim kattalashib ketadi. Demanda, menga oyoq katta kerak emas-da. Sonim kattaman. O'zi relief bo'lsa kerak. Javnaqalar so'ligi bor-da. Ha, bor-ku. Normali. Oyoqni ko'p ishlamaydi. No, oyoq kuni maksimalniy, davay. Ayda shu. Qilasizmi? Yuvanib zarafga. Nechta qildik? Ha, to'shni olga yetar ekan. Ha? Nechta bo'ldi o'zi? 3 tadan bo'ldi. 3 ta qildingiz. 3 ta qildimmi? Hozir to'rtinchisini qilyapmanmi? Bitsiz pastda ishlayapmizmi? Bu tashiniyasi uncha yoqmadi. Malikaniki boshqacha tashiniyasi bor. Navigatsiya qilish shart emas-da. Bitta tursiz bo'ldi. Yo'q, relefni chiqarib beradi. Shuni aytaman-da. Zo'r chiqadi dojaniz. To'g'ri endi qildingiz. Yo'q, Siz boshladingiz-da. Shaqqa bor o'chirib turmayman, bir qon zaryadka tashlayman. Shuni uyga kirib keladi. Ertalab keladi. Ha? Vaqt o'sha aytgan vaqtingizga keladi. Bor o'tirib o'chirib turmaysiz. U дополнительный anaqasi bormi? Yo'q, mana qancha necha 2000 dan oshsa, o'sha navoiy уже bu tekin. Yaxshi. Borib nima qilaman deb o'chirib turib boshqa qilib deyman-da. O'sha uyga olib ketgani yaxshi deydi. Uydan oladi. Uydan olib ketadi. To'g'ri, mo sistemdan arzonroq joy bordir. No, men biladi, ancha mera olgan uchun menga anaqa qilib berishdi, sketkalar qilib berishdi, ancha. Chunki Swissdan topshiraman. Qaysi klientim kelsa, Swissga jo'nataman, o'sha yerdan topshir deyman. Badanchi o'ziga kelib qopti.
musobaqadan keyin toshib ketdimi? Va undan keyin birinchi musobaqaga chiqolmayman, men ham bilmayman. Uyda depilyatsiya qildim, mana skoch yopishtiradigan bor. Bundan qarasam, oq tuklar bor ham yo'ladi. Ular qolib ketgan, u kraskaga yopishmaydi. Nima qilishimni o'sha gastiniца Samarqandda brit olib, britni ishqaladi. Birinchi qo'l badanga ishqaladi. Razrajaniyani berib yuborganda. Bizmi kraska sepildi, kraskani yuvdi, ertasi kun uyga qaytganimdan keyin o'sha sekin-sekin vijillab ketdi. Bitirib bo'lmadi. Rasmi? Men ham bilmaganman. Britni qolib ketgan joyi ishqalab ham yo'llarimga ursam, o'shadan qizil narsa toshgan. O'g'ir emas, to'shib qizil. Da. Allergichniga o'xshaydi. Allergichnik. O'sha razrajaniya berib yuborgan. Juda jaldi yechinishgan keyin hijolat bo'lib qoldi. Yo'q, bolalar ko'rib yuqumli kasallik ekan deb o'ylamasin deb. Mo'litdan boshqa narsa ham bor. Shu yaxshi joyga turib olishsa qarang. Qirqlardan Arturga sotar ekanmiz-ki. Atak, men bu ham yaxshi ekan, oka. Ya bizni mana ham yaxshilayman. Qarang. Ko'rasizmi? Shu yerda qoldiravering keyin. Ya nechini oldi? 40 mi? Ben qo'limni siqolmayman ush. Qarang bu qo'yishini. Sizda bormi? Dubayga borganingizda Bamsitdan kuch olib keldingiz. Men deyman. Birga rasmga tushib. Lekin qo'lni qo'ygandan nohut qilib, ba'zan biz qo'li vashcha katta, aka. Lazmash. Garmini tuz qoptirishdi olar ekan. Adoni qo'lichi Smayev. Endi ular jala mutant-da. Lekin menga uni formasi yoqmaydi. Smayev Parigiga o'xshaydi. Ha, qo'pol eslashkim. Lekin ana u narsaga aka, o'zim mana guvoh bo'ldim. Shu Bamstedda ham keyin anu bilan ko'rishdim, nima oti? Jeremy degani bor-ku. O'sha anaqada
Bunjiyami? Aka muomala shunaqa zo'r. Bo'lmasam meni tanimaydi. Bitta men emas, bitta boshqa odamlar borib rasm tushgani borishganu. Ana kibrni K harfi yo'q-da. Shunaqa muomala zo'r, hamma bilan. Umuman kibrli bir qanaqadir Başka anaqasini ko'rmadim, sezmadim. Ularda bitta sportsmenlar, aktyorlar shu. Yo'q, da, shuni aytayapman. Ko'chada bemalol. Bo'lmasam qanaqa zvezda aka ular. Yaxshi. Men 5 ketdim-da, просто. Ular boshqachalar. Ular Bamsit o'zi ham sodda bola. Lekin o'sha Bamsit men tengida. 95 da. 95 misiz? Men tengida lekin shu o'ziga bu tarix yaratib bo'ldi-da, o'sha bo'ldi. To'lni o'zi Menimcha bu sportda eng chiroyli karyera qilib turib, ya'ni qanaqa ma'noda? Da Ronnie Coleman masalan 8 karra Olimpiya chempioni bo'lgan legenda. Lekin sportdan chiroyli chiqib keta olmagan-da. Ya u boshqa o'rinda. Travma boshqa. Men aytmoqchi bo'lganim Bamsit hamma narsani juda ham gрамотный qilganda. Tarixda qoldi. 6 karra klassik chempioni bo'ldi. Menimcha rekordda hech kim bo'lmagan 6 karra chempion. Bo'ldi-da, короче, ham ime qoldi. Hamma taniydi, butun dunyo taniydi masalan Bamsitni. Ham soqqa qoldi, u qoldi, bu qoldi, mashhur bo'ldi. Chiroyli chiqib ketdi. Chempion bo'lib chiqib ketdi-da. Ya endi u Ronnie Coleman paytda hali unaqa bu sferadan rivojlanmagan-da. Mobility degan narsalar chiqib ketgan. Bamsit shu bilan shug'ullanyapti. Просто masalan men aytmoqchiman, Bamsit masalan soliqda pazolat qilardi-da, yana kamida 5 yil vыступать qila olardi, misol uchun. 5 yil, 3 yildir, 4 yildir. Chorsa, no u pikpaytda chiqib ketdi, pikpaytda. Shunisi yaxshi qildi, o'zi chiqib ketgan. Bilmadim, ko'ramiz endi. Juda ham xudo niyat bor prokartga chiqish. Olpash musobaqaga chiqishda 7 yil plan qo'yman. 7 yil ichida olsam oldim, olmasam bo'ldi. Nasib qilganda prokarta olish niyat bor, просто o'ylayman. Agar bizda prokarta olsangiz, endi ancha odam tanishib boshlaydi, baribir. Ko'pchilik prokarta nimaligini bilyapti-da o'zi. Olsangiz, meni bitta ko'payadi, shunisi bor-da. Shunaqa. Niyat bor, endi ko'ramiz. Nasib olamiz, bo'lmasa 7 yil plan qo'yaman, 7 yilgacha ola olmasam, o'zi to'xtataman musobaqa chiqish. 7 yildan 138 ga to'laman-da, o'zi stop. O'zi yillarga forma o'xshamaydi-da. Samik bilan yani sog'liq pazorat qilib tursa, bu sog'liqni ham cho'tki yurishsiz, manmida. Chunki musobaqadan keyin lecheniyaga ancha pul ketib qoladi. Yaxshigina pul ketadi. Men ular boshida, men o'tkazganim bu minimal, undan kattasi ham bor-da. O'shanga aytaman. Zambar bu sharoit, O'zbekiston sharoitidagi unaqa tez международный musobaqa qiyin, sponsor bo'lamiz. Juda qiyin. Endi ko'ramiz, sponsor chiqib qolsa chiqamiz. Agar o'zingizni kuchingiz bilan, o'zingizni rasxodingizni ko'tarib, pro karta olsangiz, ancha o'zingiz kattalashadi. Maqtan olasiz, mana shu qanaqa sponsorsiz, o'zim harakat qilib, o'zim oldim. Eng главное oki желаниyangiz bor, o'sha niyatni xudo xolisa yaxshi niyat qilib, harakatini qilib qo'ysangiz, Alloh bu yoqdan yo'lini to'g'rilaydi. Pulni hammasi pul gapiradi. Просто trenerskilar ham tushgan pul o'z xarajatda o'zi ketib qoladi-da. Endi aka pul ham masalan topib bo'ladigan narsa-da. Masalan, siz qayerdan bilasiz hozir mana harakat qilib, masalan, siz ham prostaki yotib pul kerak deb yotganingiz yo'q-ku. Harakat qilib boshqa. Bir yildan keyin qayerdan bilasiz, mana shogirdlaringiz xudo xolisa chotga ko'payib, shogird ko'ramiz. Yo'q, yana qo'shimcha zallarga kirib olaman deyapsiz. Sekin bo'ladi-da. Qilasizmi? Yo'q, tugadi-yu. Yangi tugadi shu. Anunga o'tamiz. Shuni qatga qo'ying. Men bilay. Böyle trenajyorga qarang, aka. Zo'ra. Böyle yani отдельнийлigi yaxshi ekan-da. Hammasini.
Что-то нормальный o'xshatib ko'ring. O'z mavzu bittisin to'l bo'ldi-da уже. Bitti ish bo'ldi-da уже. Mana nima ekan? Qani? Ya, mana bunisi ekan-ku. Oxirgiga ana tortib qo'ydi. Menimcha bor-ku. Mana ko'tarish kerak-da. Buni baland ko'tarmaydi-yu. Qo'l pastdan mana qishlash kerak. Unda o'tirganini foyda. O'tira olmaysiz baribir. O'shada. Sizga nima qilgan bo'lsiz? Ha. Tushunarsiz. Pastdan qiling, ha. Boshqa gap. Hamsa sinab ko'rdim shogirdimni. Biz farmi, biz qanaqa добавкasiz mani programmam bo'yicha haftada 6 kun, 5 kun trenirovkani qilib, rezultat qilishdi. 3 oy shug'ullandi, xuddi mani programmam bo'yicha. Haftada 2 marta qanot, ko'krak, oyoq haftada 1 marta, shunaqa bir xil bilan ishladi. Maksimal vesgacha. Forma zo'r o'zgardi-da. Lekin 3 oydan keyin organizm полный resurs tugatib bo'ldi. Charchadi bo'ldi. Уже настрой tushib ketgan, xohish yo'q. Chunki bosh resursni, organizm resurs ishlatib bo'ldi-da уже. Tushunasizmi? Bu forma o'zgardi, lekin resurs ishlatib bo'ldi. Hozir endi men qotdi, endi bo'ldi endi. Kecha trenirovka qildim, men bilan guruh ishladik. Bu hafta dam olasan, keyingi haftadan 3 kunlik o'tasan. Bir oy mana shunaqa temp ishlab turib, ozgina anaqa olib, keyin yana ko'ramiz. No, zo'r o'zgardi. Bir xil aytadi-yu, natural odam, biz farma anaqasi shug'ullanadigan odam, unaqa ko'p bu, ko'p
Bize qilgan bo'lsak, aslında общий группа мышцаga упражнение 5 ta упражнение bo'ldi. 2 ta mышца ishlaydigan bo'lsa, boshqa упражнение qilmaylik. Подходlar kam, og'ir vez, упражнение kam bo'ldi. Tushundingizmi? Zo'r o'zgardi. Yelkada chiqdi, ko'kring tepalari chiqishni boshladi. Tez farmada cho'tki o'zgardi. Bezib qoldimi o'zi, nima bo'ldi? Bezib qoldimi trenirovkada? Qolmadi, уже charchyapti, vastamina qilishga ulgurmayapti. Tushunasizmi? Ulgurmayapti. Chunki farmada baribir tezroq bo'ladi, u farmada bir natural-ku. Ulgurmayapti-da, chunki oilasi bor, bola chaqasi bor, ishlaydi, уже ulgurmaydi. Fizически bo'lmaydi. Ano sentral nervный sistema уже qulab bo'ldi уже. 3 oylik resurs ishlat bo'ldi. Men forma o'zi qonib qoldi shunda. Lekin shu bola aka ozgina dam olaman dedi. 3 kunlik o'tasan, 3 kunlik ishlaysan, keyin yana ko'ramiz dedi. Lekin forma men o'yladimki, birinchi o'zi to'kiladi ular. Mana shu odamning o'zini anaqasi ham, jilaniyasi ham bog'liq ekan-da. 100%. Agar xohlab qilsa, o'zgarish zo'r bo'lar. Men bo'lmaydi dedi, zo'r o'zgardi. Cho'tki o'zgardi berdilar. Ana ular sikka ordilar, natural. Assalomu alaykum. Murat, как дела? Qanaqasizlar? Assalomu alaykum. Nachi o'shandan keyin tushundim, odam o'zi nastroyi bo'lsa, qilaman, majburlik bo'lsa bo'ladi. Любой temada ham odam o'zida bo'lishi kerak-da, yoki masalan, o'zida jilaniyasi bo'lmasa, o'zida disiplinasi bo'lmasa, yetarli darajada xohish bo'lmasa, o'zgarishga, u o'zi tayyor bo'lmasa, unga men dunyo bo'yicha eng zo'r trener, qani Rembert qo'yib qo'yingizmi? Foydasi yo'q-da. Men u menga aytdi, "Aka, siz meni o'zgartirib berdingiz, sizda bo'ldi" deyapti-da. Balki topku mana shu narsa qilganim yo'q unda. Sababsiz. Просто trenirovkani to'g'rilab berdim. Men bilan birga trenirovka qildik. Endi qanaqa narsa bor-da, trenerlik qilasiz-ku. Klientni shug'ullantirish bor. U bilan birga shug'ullanish bor-da. Ikki xil narsa, ashuncha klientga bo'ladi, bilasizmi? Ha. Chunki o'zim boshimdan o'tkazganman-da. Men ham shuhrat degan trenirovka qilganimda boshqa ashuncha bergan-da. Xuddi o'sha yozgan programma bo'yicha ishlayapmiz-da, guruhga. O'zimning qilgan рабочий vesimni qiynalyapman-da, tushunasizmi? Boshqacha kontrol bo'lyapti. O'tdi. Ha. Men mishni mazza qilyapti. O'shandan keyin tushundim. Men trenirovka qildirish bilan birga qilish boshqa narsa ekan-da klient uchun. Psixologik anaqa bo'lar ekan-da klientga. No, endi birga trenirovka qilish ozgina qimmatroq bo'ladi dedi. Chunki uni vaqtiga to'g'rilayman. O'zim vaqtimman. Ha. No, forma zo'r o'zgarish bo'ldi lekin. Gap yo'q. Suvdan tugatdi. Kecha mahsulotdan oldim, Evision izolyatdan. Orion. Shunday mazasi kayf ekan o'sha. Yaxshi ekan maza. Yaxshi zo'r. Ishoning, agar muzliroq yaq bilan solib ichsangiz borib, mazza qilasiz. Javob beraman, bu izolyatdan har xil izolyat ichib ko'rganman shu yilgacha. Именно shu Evisionniki yoqdi menga. Bashi mazasi zo'rda, lekin yaxshi cho'tki ketar ekanda. Har xil izolyat ichib ko'rdim, uncha kayf bermadi. Именно Evisionniki zo'r berdi. Mazza kuchonman. Shirinmi? Eng qiziq shakar yo'q, mazasi yaxshi. Yo'q, bilaman. Me'daga tegmaydi, me'dangizga tegmaydi. Ну такой приятный, ну привкус. Bitta probaga ichib ko'ring, cho'tki mazza. Pechenka krem o'zi yoqadi demang-a. U Oreo bilan ice cream anaqa-da. Ishoni yaxshi zo'r mazasi. Lekin narxi ham zo'rda uni. Shogirdimga olib berdim, u ham rasm maqtadi. Keyin shuni olib kelib bering deyapti. Cho'tki kelmadi. Xuddi shu Evisionni vayin ichdim, u mazasi ozgina me'daga tegib qoldi. Lekin izolyatda cho'tki ketdi. O'zi качественный izolyat narxi qimmat bo'lib qoldi. Ya o'zi u ham arzon. 1 milliondan pastiga yaxshi качественный izolyat ola olmaysiz. Ya izolyat uncha zo'r unaqa izolyat chiqmaydi o'sha. Lekin mazasi zo'r ekan lekin.
zalga kirib kelayotgan bir pakket добавка bilan kirib kelaman de zalga. O'zim zalimda. Vallahi shuncha narsa nima ichida deydi. Hamma narsani ikkita topib qo'yganman. Titrulini, argininni ham, 2 xilligini olganman, 2 xil maza. Aralashdi, elektrolitdan bor, u ham bor-da. Bol zaldirboz ras hayron qoladi. Shuncha narsa qayerdan oladi, anaqa qiladi. Men orzu qilardim, qaysidir sportpet do'konga ambasador bo'lish, ishlayotgan zalni starshий trener, zalni starshий trenerman, koordinatorman. Ambasadorman. Bitta shu ovqatnikini ham tortosam zo'r bo'ladi, 5 nafar ovqat. Xudo xolis. Chunki klientlarimga ko'pini Goodfoodda aytayotdim-da, Goodfood sifati zo'r deb. Ko'p klientlar o'sha yoqqa o'tkazib qo'ydim-da Goodfoodga. Artur, men pishdim o'sha bor. Bostan chiqib KFC'ga boraman deyman, shu qornim ochib ketdi-man. Katta mishsiga ishladiku, bilinmas. Cheat meal qiladigan kuningiz o'zi bugun? Ha? Cheat meal qiladigan kunmi bugun? Yo'q sizda? Yo'q. Qo'yma. Qo'yma, son bitta. Oxirgi qachon qildingiz? O'zi polniy pepe deyapsiz-ku? Bismillah. Hop, oxirgi qachon pepe qildingiz? Anaqa cheat meal Boshlashdan oldin. bir oy hafta oldin. Ha, 2 oy. 2 oy ichida cheat meal qilmadingizmi? Mayda kusuk bo'lishi mumkin, uni pul tanlatsin emas. Hozir qarang, ertalab 5 ta tuxum bilan lavash xamiri bo'ldi. Uglevod yo'q, yog' ham yo'q. Dasho bitta yesangiz, oddiy twister yesangiz, bo'ldi, o'sha bitta jирный pishcha chiqib ketdi-da, o'sha, tushundingizmi? Menga yetib pishdim men o'sha. Jolg'ondan bu yomon balan, Sizdan ham balan, Mana bo'yim o'sib qolarmikan, говно rostida. Mana bo'yim o'sdi. Yomon bo'y o'sib ketdi. Sanjarni bo'yi o'sib ketdi-yu. Sanjarni kimi? Garmoshkadan keyin. Oxirgi marta ko'rgan bunaqa bo'y baland emas. Mana bir Yo'q, oldin. Sportda oldin agar oladigan bo'lsangiz bo'y ochmas. Necha oy bo'ldi, mana shu yilni boshi deb shogirdim Artur do'kon ochganda, Sanjar bilan birga boruvdik. Ya, u payt уже kachok formasi deydi-yu. Bilasizmi, MBCga chiqib ko'rgan paytida. Yo'q, MBC mana shu yilni boshida deyapman-ku. Aytolman, u semez bo'lib yurgan paytini ko'rganmisiz? O'sha payt bo'yi past edi, aka. Rahmat bermagan ekan. Kamida 2 yo 3 santimetrga o'sdi demoqchi bola. Men mahrat bermanman lekin. Sen bo'lsa bordir. Aslida bu yerda men suxoy yig'olmas ekanman-da. Baribir yog' bo'lib yurar ekanman. Qachisi buzilib qolar ekanman. Kardio qilmaysiz chunki. Endi qilamiz. Qolmadi mana siz. Masana borda ham kardio qilmaysiz-da, o'sha. Masana borda qilmasdim, to'g'ri. O'sha masana borda ham kardio qilib tursangiz, yog' yig'maysiz, aka. O'sha plan qolman, keyingi masana borda haftada 2 martami qilib turaman deyapman. Haftada 2 marta yetar, dam kuni. Yo'q, har silovoy trenirovkadan keyin oyoqdan tashqari ko'p 20 minut kardio qiling bu. Ko'ramiz endi.